Aka necha puldan tushdi bu? 2 milliondan. Barakasini bersin. Qo'shqo'shlar 2 milliondan. Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Jizzax Osiyo sho'ro mol qo'y bozoridan yana videolarda boshlaymiz xudo xolasa. Bugungi sanamiz 22-iyun 25-yil. Xo'sh, mol bozorimiz haftani har yakshanba kuni bo'ladi. Bilmaganlar uchun yana bir eslatma. Chestosiga qarab, kalendarga bir qarab qo'yishlaring, o'zlaringiz uchun bilib olasizlar. Mana bu sizga mol tomon, mana bu qo'y tomon. Akalar bo'ladi, обязательно bitta bundan video chiqadi, baribir sal o'rtasida vaqtga ozroqgina qarab qo'yasizlar. Baribir salgina vaqt bo'lishi kerak akalar. Hisob kitobini olib qo'yasizlar, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha valorasi tashkil qilamiz. Amaki necha pul bo'ldi ona bola? Necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldingiz? 54. Barakasini bersin, 54. Qo'raga assalomu alaykum. Akalar nima bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi? 29,5. 29,5dan ikkita qo'shqo'shlar. Xo'sh, ananaga buni akalar boshlaymiz. Birinchi bo'ldim aka 45,5 dedi, 45 dilda akam. Xo'sh. Mollardan birinchi video bo'ladi, keyin qo'ylardan bo'ladi. Birinchi bu safar qo'ylarni chiqaramiz. Kecha mollarni chiqargandik. Biz boshladik videoni. Sizlar bitta laykni bosib boshlab berasizlar, xudo xolasa. Kattalardan ko'p kurs so'raysan deb akalar, iloj bo'lsa mayda-maydalardan ko'p ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh, akalar boshlaymiz qo'y qo'chqorlardan. Qo'y qo'chqorlarda har doimgidek odam ko'p. Akalar bugun birinchi buni chiqar ukajon deganlar bor. Xudo xolasa bugun birinchisini chiqarishga harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum, hormang. Yaxshimisiz? Nechta bor bunda? 5 tami, 4 tami? 4 ta ekan. Ana sizga qo'chqorlarimiz. Akam nima bu anavi Tojikistonnikimida nima edi oti? Ha, shu payt oti ismini chiqib ketdi. Hisordanmi? Nech bilan qilishdi? 9 dan qiladi bu. 9 dan. Tishi nima debdi tishi? Chori ishak. Barakasini bersin. Nech bilan qildi dedingiz? 9 dan. Bo'ldi. Rahmat aka. 9 milliondan anasiga 4 tasi bir joyda. Qoragalar, assalomu alaykum. Bormaylar. Nech bilan qilishdi? Bilmadi aka bu. Ye, shundan xaridor. Barakasini bersin. Kimdan bo'lsa ham barakasini bersin. Aka, assalomu alaykum. Sizdan buni? Sizga boraman deyim, bormadi. Bu nechta bor aka bu yerda? 6 ta. Tishi nima ekan? Chori bitta. Bitta chori, qolgani ishak. 5 ta chori. 5 ta chorimi? Ha, bo'ldi. 5 ta chori. 11 million qilyapti. Bular 5 million qilyapti. Bu nima paroda bu? Ana Qo'sordan qochishgan, chatishganmi? Tojikiston paroda. Dagestaniski? Tojikiston, ha, shunday deydi. Aman qanunga yetib qoppa. Sho'lada qo'ying, sho'lada. Ha, nech qilishdi? 5 million 200 dan qildilar. 52 dan. Bir joyda bermadingiz. Bo'ladi shu. 11. Bu nima bu? Ana basharani Arashanga o'xshab bitar ekan buni. Bu Arashan bu. Ana chatishgani. Ha, tushunarli. Otasi Arashan, enasi Qisari. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Charchamang, rahmat. Yana nima bor? Qani? Ha, mana. Bu yerda kattalari bor. Ana buni qaranglar. Voy, amakijonim, bitta shuni videoga olay. Baraka toping, rahmat. Charchamang. Nima deyishyapti ekan buni egalari? Ana zo'r, ha? Aka, assalomu alaykum. Pulini ayting. Internetga rozimisiz? Charchamaysizmi? Savollaringiz yaxshimi? Nima bu paroda? Ana o Hisorning o'zi chistasimi? Hisori bu, Idilbayev. Idilbayev. Bo'ldi. Ikkovini bir turli bahonada o'qib ketibsiz videoga akam. Nech pul qilishdi? 25 million. O'zini. Ammo nech pul qildi? Ana sizlarga akalar. Tishi nima ekan aka? Chori, 4 tish. Voy. Rosa o'rgatib qo'yibsiz-da bu sho'rlikda. Nima qarang? Qo'ziydan boqqanmidingiz? Yo'q, sotib olgan, pul yo'q. Ha. Olib sotasiz, boqib sotasiz. Ana sizga. Pul yo'q, pul sotamiz. Bir yil xizmatini. Bo'yini qaranglar akalar. Bo'yi salkam 80-85 bor bo'yi. Taxminan. Chiqib qolar ekan aka. Ana sizga chiqar ekan akalar. Ana sizga. 1.7. O'tiring. 1.7. 1.7. Ana bunlar. 20 nechi dedingiz? 20 nechi dedingiz? 25 million. 25. Nomer aytamizmi? Yeslicho, avval sotilib ketsin. Ha, sotilib ketsin. 90 509 77 80. Qaysi mahalla? Kolxoz, Moskva kolxozi akalar. Ana sizga.
Bo'qibdilar rosa. Burunlar ko'tarib ketamiz degan. Barakasini bersin. Havas qildik, zo'r. Gap yo'q. Gap yo'q, zo'r. Kattaga assalomu alaykum. Jamol aka. Sog'laniz yaxshimi? Charchamadingizmi akam? Tinchmisiz? Nima dedi buni bozor? Yetti qildi, bermadingiz. Tishi nima? Chora. Barakasini bersin. Sanoqlar ko'rdingizmi katta? Ikkita katta. Yo'q. 25 qilibdi akam turibdi. Kipkalagan. Biru 7 deydi bu yini. Ikkita bir xil ekan akam. Qarash 1 yilda olib almashtirib qo'ylarni qo'shirar ekan faqat. Bitta o'zim zotini chiqsa bo'ladi. Ha, shunday olar ekanda, qo'shirar ekanda 1 yildan keyin so'tarar ekan. Jamol aka charchamang. O'sha yerdamisiz? Sog' bo'ling aka. Mayli, xudo xolasa aka. Xo'p, yana bir akalar ikkita qo'shqirlarimiz bor, qo'shqirlardan davom etamiz. Endi uzr, tanish chiqib qoldi, qadrdon akalar iloji salomlashmasak. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti ekan bular tishi? O'zi mahali. Qo'zidan buzdan o'zi eshakka. Nechta bor? Nechta bor? 2 ta, 4 ta, 8 ta. Nech puldan qilishdi? Bir joyda so'rashdimi? Bir joyda. 4 tani 68 dan. Ana shu orqadagi 4 tani 68 dan. Bitta shularni ham dumbasini ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Nari tarafdan nech pul qilishdi? Buni so'ragan yo'q. Hozirda 6 million 8 million so'radi deb so'radi. Barakasini bersin akam. 3 yil. Agar men 3 yil qo'yishim bu odamga getiribdi. Qo'ylarni katta-kattalardan ko'rsataylik, keyin kichiklarga o'tamiz. Assalomu alaykum akam. Sog'laniz yaxshi? Assalomu alaykum. Nima bor? Nechta? Nechta? Assalomu alaykum. Unisi hammi? Assalomu alaykum. Hozir sizni ko'rsatdilar. Hayır, men ko'rsatmayman. Narx aytaverasizmi? Narxini aytaverasizmi? Telefon aytasizmi, nomer? Keling. O'zingizni ko'rsatmayman, keling. Nechta bor aka? Olib shu songa. Bitta bor, ikkita bor. Aha. Yerda 100 ta. Aha. Nari qo'tanchi kimdan? Shu chikida. U ham sizdan. Voy, uni qaranglar, chikka deyin. Mana bu akalarning o'zidan. Number yozing. Hozir shoshmang. Nima bular? Irki, urg'ochi, urg'ochisi. Aha. 100 ta irki. Urg'ochini ish bilan qilishdi, ish bilan olib ketdi. Yarimini. Urg'ochini 22-25 dan sotdi. 28 dan berilmadi. 28 dan. Bular qaysi oyda tug'ilganlar bular? Fevralda oxir martda. Xafa bo'larlar. Fevralda oxiri, martda boshi. Bu nech bilan deysiz bularni? 22? Yarimdan. 25 dan. Bularchi? 28 dan. 2 million 800 ming. Lekin kelishtiring, shuncha qo'yingiz bu. Yo'q. Sotmagan bo'lsangiz. Shunday savdo bo'ldi. Tirikchilik qilmagan bo'lsangiz. Sotgan mana bu. O'shani aytyapman. Boy aka, keyin. Sunnat 3 kunlar desiz YouTube'da ham biladi. Nech bilan qilib bergan aka? Bag'ini 28 dan qildi aka. Qanchadan Yirkelar. Buni yaxshi tanib oling. 3 deyapmiz. Bildingizmi? Sarvoza atroflar so'raysizki, isida turadimi? Yo'qda, isini chiqib qoladi. Odam ko'p ko'raman-da. Shu aytyapman, ana kuni menda xuz sotdi. Aha. Yo, bildim, erta videoga olib ketdim yerda. Telefon nomer qoldirdi, kimdir qildimi? Ha, ko'p odam qildi. Berdi. Sotdingizmi? Ha, sotdim. Ana bizga chiqadigan haq to'laganimni chiqarib berdingizmi? Va'da qiluvdingiz o'shanda, bilasizmi? Men kimdan so'rasam, mendan sotilsa, o'sha menga chiqarib bergan haqqni unga berasan deganman. Bu safar ham xudo xolasa berasiz. Aka, bu lekin qilib ayting, sotaylik. Buni 100 ming o'tib beramiz 3 ta. 28 dan savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti dedilar. Tushundim. Baribir aka, ana olayotgan odam ham baribir 1 so'm, 2 so'm bo'lsa ham arzon olay deydi-da akalar. Men obunachilar tarafdaman. Men qo'y olmayman akalar. Men qo'y olsam, yilda bir marta olaman. Endi qaysi shungaligini hamma biladi. Qolgan vaqtda kerak emas akalar menga qo'y, to'g'risi. Uyimda qo'yga sharoit ham yo'q, xohish ham yo'q. Aka, ayting, bu lekin ayting. 100 ming o'tib beramiz 3 ta. 3 dan 100 ming o'tib berasiz. Dastlabki bor. Ya dastlabkasi yo'q lekin. Haydi bir 50 ta olmush to'g'riga qilsangiz kerak, Jizzax bo'yicha. Ayting nomer. 95 lik. 95 290 290 0101. 0101. Akalar, bitta gap. Bu akalarda mahallasida men o'zim hozir bir 5-6 yildan beri yuraman, to'g'risi. Bu akalar kama qo'yinlikni ham bilaman. Bu akalar o'rtada odam, ya'ni ana dallol emas bular. Prosta bular ularning ishchilari bo'ladi, boyakami ishchilari. Shuning uchun telefon qilinglar, gaplashinglar, o'rtada odam yo'q. Bular prosta endi boyaka gaplashmanglar sizlar bilan. Bu akalar o'zi ish
kishi bular. Bularni o'zi sotib beradi. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat sizga. Adashmasam Arnasoyda katta bo'layotgan qo'ylar o'sha nomda. Qo'ylar Amankildidan. Charchamang. Barakasini bersin. Salomat bo'linglar. Oy, nechta sotdingiz? Sir bo'lmasa bizdan. 30 bitta. 30 bitta sotildi. Barakasini bersin. Qayerga ketibdi? Vodiygami? O'zimizdami? Ha, Zomim shahar. Barakasini bersin. Ana sizlarga. Assalomu alaykum aka. Shunday shaqqa o'tib assalomu alaykum. Xormay aka. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Nech puldan bo'lyapti savdo? 3 million 500 ga 20 ming qilib. 3 million 500 ga o'yin. Ana bolalar ajraganmidi bular? Ha, 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi ajraganiga. Tishi hali yosh, ha? O'zi. Yana uyda 135 ta bor. Qanday kattaligi? Ular sal puli yengilroq. Puli yengilrog'i. 23 dan sal xayri. 23 dan xayri bor. To'qlilarmi, nima ular? Erkak. Erkak, ha? Ayting nomer. 88 88 009 009 22 22 57. 57. Barakalla bersin. Charchamang. Tamam, 37 dan. Mana sizlarga akalar. Ko'ringlar, qiziqqanli telefon qilasizlar, gaplashasiz. Aka oldingizmi? Bitta terib kelyapsizlarmi aka? Bir joyda savdo bo'ldi. Qochib ketdimi yo? Indimi savdo? Biz mana shu yerda bo'lamiz unda. Agar yo'q demasalar o'zing ko'rsating agar. Ha, bo'ldi, bosavering, bo'ldi, bosavering, bo'ldi, bosavering, bemalol. Xo'p, akalar mana bu qo'shqarchalarni savdosi bor. 2 ta, 4 ta, 6, 8, 10, 11, 12 ta. 12 tasini bir joyda savdosi bo'lyapti. Bir uch odam ichini kuydirib berasan, voy bile. Nech pul qilishyapti? Aka nech pullardi? 31 dan bo'ladi bir joyda. Berilmayapti. Bo'ldi, barakasi bersin. 31 dan bir joyda akalar. Hisob kitobini aytdik. Aka o'tib ketdik. Shamol yurganman-da. Xo'sh, nima qilamiz? Qani bu yerda nima gap? Egasi kim ekan bularni? Ozodbek Norbekov qalay? Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Aka bora chiqardinglar kimdan aka? Egasizmi? Buni gaplashsam maylimi? Uzra, men tiqilib qoldim aka. Shuni o'tiraylik aka. Assalomu alaykum aka. Shuna. Qaysi? Qani bozor aka? Assalomu alaykum. Nechta bu? 120. Assalomu alaykum. Aka, kelishtirib beramizmi? Qayerdansiz? Hamtolimjondan. Ha. Men Hayravatdan. Tanishib olaylik. Ozodman. Blogerman. Mol bozorida, moshin bozorlaridan chiqarib yuraman. Nima bular? Nechta bor? Qanaqa paroda bular? Aytsangiz, ma'lumotini bersangiz, xudo xolasa, klient chiqsa, sizga o'zingiz telefon qiladi, gaplashasiz, sotamiz. Nima bo'lyapti? Nima paroda bular? Xo'sh, bular so'ri qo'ydi parodasi. So'ri? So'ri qo'ydi parodasi. Hammasi pukal qilib junlarni o'l tarbiya qilingan. Bundan hech muammo yo'q. Sog'lig'i joyida, yebishi joyida. Hammasi joyida. Shayx o'tmasam maylimi ichiga bitta unda? Bitta ichini o'tib aralab chiqamiz akalar. Bismillah. Ana sizga. Qo'rani ichidamiz akalar, ko'ringlar. Ana qo'ylarimiz. Amma aka, hali bular qo'zilar. Nechta bor? U qo'ra sizdan. Bu qo'ra sizdan. Bu qo'ra ham sizdan. Qaysi biri? U tarafda ham bor. Voy, akajonim, egallabsizlar hamma yoqda. Nimaga? Amaki tirikchilik, dehqonchilik. Ha, tirikchilik, dehqonchilik. Xo'sh. Hozir aka hammasi erkakmi? Aha, hammasi qo'chqorcha. Nech puldan amakijonim? Endi kelishaveramiz 32 dan. Bozorga bermaganingizni ayting. Beramiz, nima bermaymiz? Yo'q, o'sha hozir bozor 3 milliondan oldi mana shularda. Bo'ylab ketdi. Ha, bular sotilgani. Ha, ana sizlarga akalar, bular sotilgani. 6 tasini ichidan saralab 3 milliondan oldi.
Hozir narxini qancha deyapsiz? Endi kelishamiz-da men ham aka. Ana ko'rayotgan odam ham bitta narxni miyasiga bunday ursa, bo'ldi savdosi bor ekan deb chamasini oladi, telefon qiladi. Hozir kelishamiz siz, akam nimadir ekan, hozir telefon qilsam, unaqadir ekan deb o'ylaydi-da. Bitta narxni chiqaring, o'shanda kelishayotgan joyi bording. Bo'ldi, mana 3 milliondan berdik-ku, 3 milliondan beraveramiz. Dastlabki qilib berasizmi? Ko'proq olganga. Endi mana rais bilanlarda. Rais bu, dastlabkasi bormi? Mabodo ko'proq olganga. Qilib beramiz, ha? Xo'p, tushunarli. Bular hali sotilmadimi? Yo'q. Bularni ish bilan qilamiz. Bari bir xil paytlar. Qancha? Aytdilar. Aytdilar-da. 3 million so'mdan o'lchtasini berdik. Aha. Bularni ish bilan ketadi. Ko'proq olganlarga. Ko'proq olganlarga 3 million so'mdan dastlabki qilib beramiz. Dastlabki qilib berasiz shundan. Yana ham sal savdosi bormi? Yo'lida qilib Nechta bor opshiga men 5 ta. 120 ta yerda bor, 150 ta uyda bor. 150 ta uyda bor. Qarang, sotilib qolsa, o'rtadagi odamga mana, ya'ni, menga ham nimadir chiqarib berasizmi? O'zim angli so'radim aka, obunachilardan uyalmayman. Nimadir chiqarib berasiz. Nimadir chiqarib beramiz. Xo'p, Qayrini. ha, qarang aka, chiqarib berganingizni oxirida o'sha olgan odamga berasiz. Rozimisiz? Barakasi bo'lsin. Ayting nomingizni. O'sha qilinayotgan, telefon qilinayotgan nomer ayting. 99 424 424 9800. 9800 ga aloqaga chiqarsizlar. Akam, bozorga bersin. Salomat bo'ling. Yaxshilik bilan ko'rishaylik. Nomerni olib qo'ydim, mana aka yozdik-ku. Yo'q, ishlab olsam bo'lsa ko'rgandan keyin mashhurda o'zida ishda uynardi. Aha. Qo'shqachalar. Katta-kattami? O'zingiz qilib turasiz. Qanchonjon? Bu yerda kim bor? Kim bo'ladi bu yerda? O'zimdan. O'zingiz bilasiz. Qanchagacha? Kechgacha? Men hozir qarang, soat 2 da zominga ketaman. Kechgacha. Abitdan keyin soat 5-6 da kelaman. Qachon vizoltida shuna mana bu tomonga boqayotgan joyga olib tushadi. Uyda yurgan payti tabiiy qolasiz. Bo'ldi, xudo xohlasa. Nomerni yozdingizmi? Nomerim bormi sizda? Yozdim. Yozing. O'sha YouTube kanaliga kirsangiz, nomerim turibdi 95 kod bilan. Xo'p, akamga nomerni beryapmiz akalar. Yana qo'shqanlari bor ekan, ulardan bir video qilib beramiz. 95 940 45 44. Telefon qiling, mabodo o'chiq desa, ko'tarmasam qaytib chiqavermasdan keyin. Anaqa bo'lsa ozod. Bo'lmasa SMS yozib qo'yasiz, xo'pmi? Men hozir SMS yozib qo'ysangiz mayli aka, mana qo'ydi gaplashganmiz siz, men o'zim tanib olaman. Xo'sh, endi qayerdan chiqib ketamiz akalar? Ana shu yerdan sakar o'tib ketamiz endi. Iloji yo'q. Qo'shinglar qana bratishkalar. Tez qo'sh boring. Ana qo'ylar, qaranglar. Bozor ko'rsatamizmi? Akajon shaqa Yunus aka o'tib ketdi. Katta rahmat. Xo'p, davom etamiz akalar. Aka assalomu alaykum. Sizdan bular? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tishsiz nimalar? Tishi qo'zi ekan. Tishakmi? Bu qo'zi, ha, bo'ldi. Biz biringisini ko'rib qolganlarga ham ta'rif yuryapmiz. Aka nechta sonida? 10 ta bitta qo'zi. 10 ta bitta qo'zi. Nech bilan qilishni bermadingiz? To'rdan deyapman, 36 dan qilishdi. 36 dan qilishdi. 2700 ga qo'zini. 27 ga qo'zi, 26-27 ta chama so'rashyapti, bermaymiz. Barakasingiz ekan. Salomat bo'ling. Ana, bugungi narxni Egasi kim ekan, egasi? Aka sotildimi? Ish bilan ketdi. 28 dan. Assalomu alaykum. Amakajon, nima bo'ldi narxi oxiri? Nimani? Qo'ydi. Va mana 28. Olindi. Endi mana akam qo'llarida pul borganga nech puldan bo'ldi? Amakimdan so'rab qo'ya qoldim. Rahmat. Rahmat, barakasini bersin. 28 dan. Qo'shqarchalar. Sotildimi aka bular? Assalomu alaykum. Nechtasi? 5 tasi? Nech puldan? 4.5 dan. Egasi kim o'zi buni? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Akagam. Yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Nechta bor bu yerda? Nima bor? Ayting mana bir. 50 ta edi. Xo'p. 10 ta ketdi edi. 10 ta ketdi 5 milliondan deyapti. Aha. 5 ta 4.5 dan ketdi. 5 ta 4.5 dan ketdi. Kishi nima ekan bo'ladi? Chori. Chori. 50 million. Chori. Ana 100 ta to'g'ri. boladan ajragan. 100 ta to'g'ri. Uyda 100 ta. Qayerdansiz? Zomin. Zomindan. Qayerdan? Zominda o'zidan. kutib olaman. Aha, telefon qilsa bo'ldi deysiz-da. Uyda 100 ta bor. Tishi nima bo'ladi? Tish yormagan hech Tishi yormagan hech qaysi. Urg'ochi. Qanchadan qilib berasiz? 3.5 dan. Qayeri bormi yana? Ustida gaplashsa bo'ladimi?
Dastlabki bor Mobodoga. Bor. Bor keng, chekaroq keng bularni qo'ying. Ayting nomer. 93 93 291 291 0334. 0334. Telegramdan chiqishadi, Bo'ldi. yozishadi, rasmlarni chiroyli ko'rsatib yaqinda. Bo'lavanglar biz ham qo'y sotish kerak. Bularni o'zini ish qildingiz? Odamlar 35 dan ham ketdi dedilar. Barakasini bersin. Akani bezuta qilmaylik. Xo'sh, akalar mana shu ko'p-ko'proqdan nasib video qilishga harakat qilaveramiz. Mana bu qo'zichalarni qaranglar. Ana sizlarga. Akalar xormanglar, assalomu alaykum. Egasi kim ekan? Assalomu alaykum aka. Kursi maylim. Sog'lig'ingiz nima? Erkak, urg'ochi. Erkak. Qayerdansiz? Sirdaryo, Shapskiy. Karvonsaroydanmi? Ay, yashang akam. Ana sizlarga. Havasli akalar, Sirdaryolik akalar. Aka, nima bular? Urg'ochi erkak, bari erkak. Nechta bu? Turishini qarang, soldatdek bular 30 ta. Nech bilan qilishni bermadingiz? 25,5 dan bir joyda berilmadi. Saylab olishga bitta tanlovlamansa nech pul? 50-100 ming bo'ladi. 50-100 ming bana, o'shana har doimga, anonga ham, sotuvchiga ham, oluvchiga ham jabr bo'lmagan holatda. Uyda bormi? Bori shu. Nechta olib keldingiz? Hammasi shu. Bozor qanday? Lanchmi bozor? Endi keldingizmi? Yarim soat, 1 soat bo'ladi, lekin odamlar urib sotib ketyapti. Chota bugun lanchmi deyman-da. Odam bugun lanch. Akam, bozoringiz bilsin, charchamang. Xo'sh, endi mana bularni qaranglar. Mana sizlarga ham to'g'ri chiqadi. Hop kelishing o'zi. Aka, 36 lekin bermadim. nech puldan bo'ldi akajon? Assalomu alaykum. 36 dan. Tishi nima? Qo'zima hali. Barakasini bersin. Barisi bir joyda 36 dan. Rahmat aka. 36 dan barisi bir joyda. Voy, oq qo'y chiqibdi akalar, oq. Mana bu oqni olamiz, mana bu oq xushqo'shani olamiz. Mana sizga. Aka nech pul so'rashdi buni? Assalomu alaykum. 6,5 debmiz aka. 6,5. Bozor nech pul qildi aka? Charchamadingizmi? Sonlar yaxshi, quroqlar toza? 5-6 qildi. Quroqlar toza, 5-6 so'rashdi. Ana sizga. Tishi nima ekan? Yosh qo'y hali aka. Yoshmi? Ha, bo'ldi. Barakasini bersin aka. Oppoqda bu aka, mana bu ham ketaverasiz. Ana oqatli shahzoda deydi-ku. Ha. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Zo'r, lekin oq suyadimi, bozor suymaydimi bilmadim bunisini. Egasi kim ekan buni? Boya so'radigan ekan-a. Charchamang. Assalomu alaykum aka-giram. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamadingiz? Nima bular? Hisorimi bular yo chatishganmi? Hisori. Ana sizga akalar, ikkita qo'shqorlarimiz kattalar qatorga yana bosh aylanib keldi-da, baribir shu yoqqa keldi-da. Ko'ring buni. Buni ko'rmasangiz bo'lmaydi deydi-ku, jigar deydi-ku. Ana o, inamak qayda. Nima bo'ldi akam, nech pul qildi? 27 so'rayapti. 27? Ikkoni bir joyga. Bermadingiz? Yo'q. Shama qancha? 15 tutdi. Sherigini 15 million 200 ga sotdi. 3tamidi bular? Sherigini 15 ga. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Rahmat. Ana sizga. Havas qildik akalar, zo'r. Gap yo'q. Ana boy katta nima bo'pti ekan, katta. Mana bu akalar savdosini olaylik, kattalar turibdi hali. 20 million. Assalomu alaykum. Yo, foyda yajaratishini bu savdogarchilik. 20 kam, 28 kam, 25 kam. Endi foydasi. 25 kam, 28 dan. Men ham aytyapman. Endi foydasi yo'q. Savdo saniki. Bu sizga dehqonchilik. Endi bu asl savdo, hamsa savdo sizga hech qanday. Ularga 20 million kelib bering. Agar 100 ming so'm pulini aytmay qolsa menga qancha pul beradi? Shunday o'tirishiga bitta ko'rsatib. Ust kerak emas. Saniki 28 dan mana sanaysan. Toza uy senga o'tadi. Boshqaga sig'maydi. Tanga kamiga ham, tanga ziyodiga ham kerak emas. 28 dan akalar. To'g'risida. Barakasini bersin. Bo'ldi aka, men ketdim. Ustini sotaver. Mana eshitdilar, 28 dan qo'yib beraman. Ustiga o'zing nech pul qo'yib o'zing sot. Men aralashmayman debdilar. Aka, assalomu alaykum. Qo'rbaylar, charchaymizlar? Tinchmisiz aka? Ish bilan qilishdi. Tinchmisiz aka? 9,5 dan qildi 3 tasini. 9,5 dan 3 tasini. Tishi nima bo'ladi? Pishak qo'zi Pishak, qo'zi aralash. Aha, nima paroda bu aka? O'zimiz jaydarilardanmi? Yo'q, Tojikiston aka. Tojikiston. Ha, Hisoridanmi? Ana sizga. Barakasini bersin aka. Katta-kattalar bugun ko'p chiqibdi.
Akam assalomu alaykum. Kattalarni ko'rdingizmi? Ha, Idil baylarni ko'rdim hozir. Nima deydi bular akam? Abi ikkovini boya 25 so'radik-ku buni. Ya o'sha Mana, to'g'rimi? Ya unisini mana so'rab ketdim bir. Rosa hozir yana bir odam o'lib turganga tinchmikan deb ko'rgan edim. Tomashani Sotildimi, sotilmadimi? 11 million, ha. Mana Kichkinani. meniki Idil bayaga mana zo'r ekan. O'zi nima gap? Bozor qanday bugun? Serob. Arzon qimmat Ha, bo'ladi, bo'liminni. Moliga qarab Ha, moliga qarab bo'liminni. Barakasi. Yomon emas. Barakasi. Charchamang. Voy, mana uni o'zini endi 11 ga chiqaribdi. Rahmat aka. 2 marta keldik barabar. Xo'sh, katta-kattalardan bitta-ikkita ko'rsanglar akalar, shu bilan kichkinalarga o'tib ketamiz. Aka nechi puldan so'rashdi buni? Assalomu alaykum. Nechi puldan? 6,5 dan. Tishi nima? Panji? Barakasini bersin. 6,5 itkiga panji berilmabdi. Mana sizga. Aka assalomu alaykum. Bormi? Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamadingiz? Nechta bor bu yerda? 8 ta. Barakasini bersin, zo'r-ku, ha? Tishi nima ekan aka bo'ladi? 4 tish. Aha, nechi puldan qilishdi bermadilar. 51 dan. Bir joyda berilmadi. Voy, yaxshi narx qilishibdi-ku. Hozir qanda? Narx bugun sal qimmatlaganga asosan sal qimmatlasizlar. O'zi hayitdan keyingi bir bozor tushdi. Hayitdan keyin Bir bozor tushdi. Yo'q, hayitdan keyin biz bilganimiz endi hayitdan keyin sirasi 2 bozor ochdi. Yo'q, birinchi hayitdan keyingi bozor tushidan o'tgan bozor zo'r ko'tarildi. Hozir past. Hozir yana tushdi deysiz biski holatga. 51. Ha, barakah. Bizi dumma var ya, dumba. Sen tikka dumba yegan akalar. 51 dan bermadingiz. Nechi pul bo'lsa berasiz? 5,5 bo'lsa beramiz. Voy, akajonim. 100 dan qo'shmadingiz. Bari olikodan 100 qo'shadingiz-da. Qarang. Nomeringizni qoldiraylik. Cho'ta bugun bozor sal lunch, olarmoqdan lunch bildingizmi siz? Shunday. Nomeringizni qoldiraylik aka, qiziqqanlar bo'lsa uydan olib ketasiz. Bermaganingizga berib ketasiz. Berasiz. Maylimi? Yo'q, bermayman. Ya aka. Xo'p, qaranglar akalar. Aka ham yo'q deb turaydi, telefon qilasizlar. Bozor turganiga aka sal xavr tushadi, telefon gaplashib olasizlar, savdosini qilasizlar. Ayting. Nima nomerdi? Nomeringiz 99 097 42 34. Qayer manzil? Oltinsoy, Betonka Oltinsoy bilamiz. Sirdaryo. Charchamaydi aka, Jizzax bilan Sirdaryo chegara. Rahmat aka. Xo'sh, nima qilamiz? Qaysini ko'rsatamiz? Kattalardan ko'rsatdik. Endi maydalarga boramiz. Bu olinganlar nima bo'libdi? Akalar nima bo'libdi? Qaysi olinibdi? Nechi pulda? Ayta olasizmi iloji bo'lsa? 57. 9,5. Eg'i 5 million. Barakasini bersin aka. Hammasi bitta odamga, aka? Yo, suv ichganmi? Qassoxonaga. Barakasini bersin aka. Mana sizga. Bo'ldi. Urg'ochi mayda, ona bolasi, ona bolalar haydaymiz. Aka nechi puldan qilishdi maydalardi? 2 million 700 dan. Assalomu alaykum. Erkak urg'ochi nima? Erkak. Sotildi bular 27 dan. Qo'zimi? Ha, sotildi. 27 dan. Barakasini bersin. 27 dan qo'zchalar. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu? Mana bu ham 400. Bermayapsizmi? Qo'shqarchami? Aka 27-37 ta. 1 million aytsa qilamiz shu turishi. Ya, lekin 1 millionlarga uch qilmayapti. Barakasini bersin aka. Ham berib boshlamizda. Keyin ko'paytirib qo'yamiz. Aka nima bo'ldi? Nechi pulga ketdi? Assalomu alaykum. Bular 31,5 dan bo'ldi aka. 31,5 dan. Naqdigami? Ha, naqdga mana. Yo'q, hozir keyin berasan, qo'shib berasan degan ovqati. Men pulini o'ylabman, ovqati bo'lgan ekan. Akam pul naqd ekan. Ya, bo'ldi. Barakasi 31,5 ha? 31,5. Rahmat. Barakasini bersin. Charchamanglar. Ozod Norbek qidirasizlar YouTube'da. Xo'p. Xo'sh, aka sizdanmi bular? Assalomu alaykum. Xormang, charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Nechta bor aka? 23 ta. Bari qo'shqorcha. 6 ta urg'ochi, qolganlari qo'shqorcha. Qaranglar. Nech puldan so'rashdi? Siz so'ragan aytmang, klientnikini ayting. Klient 25,5 qildimi? Voy, nima bermadingiz?
Ham simovi toza qo'zilar. Nima deydi? 28 Akan oldiga o'tib olaylik. Nechta bor uyda? Uyda ham bormi? Nechta? Serapda aka. Qayerdansiz? Adres. Biz Sirdaryo Xovos. Xovos o'zidan. 28dan beri yaqinlashadi. 25 tushunmadim. 5 ta qaysini oladi? Ko'rsatingizga 5 ta erkakni. Raqsi ona. Shu qatoriga Aka bilamisizlar? Keyin nomerni ayting akani. 93 146 52 5299. Barakatuh. Jasur aka. Ko'ringlar, qiziqqanlar telefonga gaplashib ko'rasizlar. Akalar, video yo'qyaptimi? Zeriktirib qo'ymadingmi? Hozir davom etamiz biz bu yerga. Aka sizdan bu? Assalomu alaykum. Ha? baraka bo'lgan. Sotildimi? Qanchadan akajon? 27dan. 27 dan bir joyda. Qo'shqachadan bari? Barakasini bersin. Ana sizga 27 dan bari akalar bir joyda. Qimmat emasmi akalar? 27 dan. Narx-navo osmonda. Ana ko'r. Nechga sotildi aka? 3 milliondan. Nechtasi? Hammasi? Ikkitasi? 4tasi. 4tasi 3 milliondan barakasini bersin. To'rttasi 3 milliondan. Xo'sh, necha minut bo'ldi videomiz? Videomiz yarim soat bo'libdi akalar. Belligini beraman. Akalar egasi kim aka? Assalomu alaykum. Nech bilan savdo bo'lyapti? 31 dan. Berilmayapti. Qo'ziqo'chqachalar. Bari. Nechta bor? 17 ta. Oldin ham bormidi, bundan ko'pmidi? Sotdingizmi? Yo, hammasi shumi? Sotdik. Nechta edi opshiga? O'sha 30 ta. Nech bilan ketdi? Maydalarni ketdi 22 yamda. 22 yarimdan maydalar. Bular 31 dan. 31 dan bular. Barakasini bersin akam. Berilmayapti. Bo'ldi. Barakasini bersin. Ish qilyapsiz akam? 31 dan? Ha, 31 dan qilyapti shu. Nechtasini? Barakasini bersin. Charchamang. Ko'rdilar ham 31 dan bermay turibdi. Amaki nech pul qilishdi buni? Assalomu alaykum. Alaykum. Nechta bor? 6 tami? Qo'shqochami? Nech pul qildi bermadingiz? 3 milliondan qildim. 3 milliondan bermadingiz. Bir joyda. Bir joyda. Barakasini bersin. Ana sizlarga 3 milliondan. Ana shu bir 27 tadan, lekin mayli ursa bo'lardi. Endi bari olarmi odam, sotarmi odam. Hisob kitob bor. Akalar nech puldan bo'ldi? Ha? Sotasiz. Ha, bo'ldi. Bu yerdan qo'rasini so'rab qo'ya qolamiz. Pardasi yirtmay. 25 ming so'mdan bo'ldi, bu yoqqa qara. Beradi. Bu yer aka tatib ketadi. 2 milliondan. Yo'q, 3 million. Bu yoqqa qara, 3 million 25 mingdan. Hey, Akram. Bosh xursand. Ana sizga 3 million 25 mingdan debdi, yo'q, bermayapti akam. Barakasini bersin. Mana bu yerda sotilganlari bor akalar, sotilganlar ko'rsatamiz. Amakijon nech puldan olindi bular? Ular 22 dan, buni 3 dan. Qo'shqachalar 22 dan. Sovliqchilar Savluqmi? Ha, savluqlar 22 dan ekan akalar. Qo'shqocha 29. 29 dan. Voy, ana sizga akalar, ha? 29 endi menimcha arzisa kerak. Boya 30 deb turganlarni yo'q. Zo'rasiz, rahmat. Charchamang. Xo'sh, mana shu yerdan o'tib o'saylik. Akajon, assalomu alaykum. Nechta bo'lsizlar? Ular kimdan? Faqat shuni oldingizmi? Aka sizdanmi? Qaysi edi? Narxini bilmaysiz, narxini aytsangiz bo'ldi, degan shart emas. Narxini. Qaysi manodimi? Ha, nech pul yo'llaring? 4 million 450. 44,5. 4 million 450. Rahmat aka, barakasini bersin. Havo yonyapti borka akalar, havo yonyapti. Shunaqa issiq. Akam bularni ish pul qilishdi, bolalar ajraganlardi. Assalomu alaykum. 3 milliondan tishi nima ekan? Tishi qari. Sizdanmi akajon? 3 milliondan deysizmi? Barakasini bersin. 3 milliondan. Yo, egalarga mumkin emas. Aka nechta sotildi? Assalomu alaykum. Nech puldan ketdi? 25,5. 25,5. Tishi nima ekan? Qarimi bu? Panji qo'ylar. Ana senga, aytga jonim. Assalomu alaykum.
Aka nechi puldan qilishdi bo'ladi? 33,5. Bu yosh qo'ylarmi? Yosh. Yosh. Boladan ajragan. Nechi puldan? 33? Yarim. 33,5 dan. Barakasini bersin. Voy, mana bu qo'zichalarni qaranglar. Ana buni qarang. Ana eng oxirgi tug'ilganlari bo'lsa kerak menimcha. Voy, ukajon nechi puldan qildi? 17 dan. Nima, erkak urg'ochi? Bari erkak, aralash. Bo'l. Aralash 17 dan. Turishini qaranglar bular. Ukajonim nechi puldan qildi bo'ladi? Nechi puldan oldilaring? 2 million. 2 million. Nima, erkak urg'ochi? 2 million. Aralash. 2 milliondan. Barakasimiz 2 milliondan olingan ekan. Amakijon, assalomu alaykum. Bormi? Nima oldingiz bugun? Tomosha, xudo xolasa. Ha, yashang. Qayerdan? Qaysini? Nimalarga sotdingiz? Nima sotdingiz? Sog'liq sotdingiz. Narx qanday bugun? Qimmat, arzon? Qimmatmi, arzonmi narx bugun? Bozor. Bilmadim, bana o'g'lim tortdi. Barakasini bersin. Charchamang. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Egasi kim ekan, aka? Sizdanmi? Yaxshimisiz? Nima, qo'chqor urg'ochi? Nechi pul bilan bermadingiz? Bo'layotgan qilib ayting, qimmat aytmang. Biz klient chaqiramiz boshqa yerlardan. Mayli, baqirang. 28 dan qilyapti hozir. Xo'p, bermadingiz. Bu yerda 14 ta, tashqarida 14 ta. Ha. Mana 6 tasini 3 milliondan so'rayapti. 6tasi 3 milliondan. Tashqarida ham sotiladimi? Tashqarida ham sotiladimi? Chek shakam eshitib qolmasin bu gapimizni. Chekchi. Qo'rqiysa. Ha, shunday. 28 dan dedingizmi? 28. Barakasini bersin. 2 million 800 mingdan qo'shib qo'shilar. Rahmat aka. Aka, nima bo'ldi narxi? Assalomu alaykum. Zar bo'ldi, qo'chqar. Ikkovi qo'chqarcha. Ha. Hech pulga bermadingiz. 21,5 dan 43 so'radi. 21,5 dan 43 ga bermadingiz. Ha, 43 ga berdim. Barakasini bersin aka. Rahmat, salomat bo'ling. Aka 5,5 ga bering. Assalomu alaykum. Akalar, nima bo'lyapti narxi-navo? Talash bo'laydi-da. 100 ming so'mga talashyapti. Akam 200 ming qo'shib beraman desa, siz sotarman. Yo'q, kerak emas. 100 ming qo'shib deyapsizmi? 80 ta qo'yib chiqqan, akadan 2 ta qo'y so'rayapmiz-da. Voy, Biz o'rtamizda 100 ming. Tekinga bersa ham bo'lar ekan akunda. 100 ming so'm so'rayapti, uyat bo'ladi. Qarang aka, siz 100 ming so'raysiz, men 200 ming o'tib beryapman. Tushunib turibsiz-ku aka. Bering, Suroch aka, bering, jon aka, bering. 5,5 ming. Bering. 100 ming so'm Voy, o'tib bering. Nechtasi? Nechtasi? Nech pulga, nech puldan? 27,5 dan. 27,5 dan. Yaxshi narx qilib ekan akam. 27,5 dan yaxshi narx qilib ekan akam. Zo'r ekan. Egasi kim? Ana sizga akalar, qo'y sirop bugun. Qo'y ko'p. Assalomu alaykum. Akagiram. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Egasizmi aka? Nima bular? Erkak, urg'ochi, aralash. Erkak aka, bari. Barisi erkak. Barisi erkak. Aha, nechi bosh bor aka? 90 bosh bor. 90 ta. Hali sotmadingizmi olib kelib? Yo'q. Endi keldingiz, qachon keldingiz? Yarim soat bo'ldi kelgan. Buncha kechikib qoldingiz? Uxlabsiz. Qo'ysiz akagiram, hozir akadan bir narxlarni bilamiz. Menimcha shuncha qo'yib yuboradi, hayotda uxlamasa kerak. Ertalab boqqa uxlab qolibman nima deysiz-a? Nech puldan qildi akam bermadingiz? So'radimi kimdir, so'ramadim. Optim 23 dan sal oshdi. Aha. 2 ta, 4 ta, 10 talab 23 dan 27 gacha so'raydi. Aha, donaga. Donaga. Biri 2 talaman deb, biri 4 talaman. Ha, beravermadingizmi? Yo, chamaq hisob kitob bormi? Bir joyga to'g'ri gap qilsa berib beramiz deb turibmiz. Ha, tushunarli. Qayerdansiz? Boburdan. Qirg'inchilik, dehqonchilik, to'g'risini ayting faqat. Ya bizga asfaltga ekkanmiz. Asfaltga ekkansiz. Bo'ldi. Asfaltdan chiqayotgan qo'ylar akalar, endi hisob kitobini olasiz, gaplardan bildingiz. Nechta bor yana? Ya orqasi cheksiz bu. Borishimi? Aha. Qiziqqanlar bizni savdosini qiladi, dastlabga berasizmi? Mobodoga. Ha, uyi bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi, dastlabkasi bor. Ayting nomer. 88 295 295 3205. 3205. Aka bir gap. Ming. Telefon qilishsa
bizni orqamizdan sotilib qolsa, yerda bitta ikkita akalardan eshitdik, 100 ta, 150 ta biz orqamizdan sotishgan. Boyib takamiz aytdi, "Ukajon, sandanda 30 ta sotdim o'zimizga" dedi. Sotilib qolsa bizga nimadir chiqarasizmi? Chiqaramiz aka. Men nagili so'rayman, obunachilardan yo'layotgan joyim yo'q. Obuna bo'lganini bo'ldi, chiqqani o'sha menga chiqarib berayotgan pulingizni o'sha egasiga oxirida savdo tugagandan keyin mana ukajon sangada yo'q, akajon sangada berib yuborasiz. Rozimisiz? Men ulardan roziman. Charchamang. Barakangiz bersin. Qo'yinglar akalar, qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Voy, bilmayman, bugun faqat tirishlik qilgan akalar uchrab qoldi. Aka mana bittasi o'tib qolibdi. Egasi ham egasi. Akasidan assalomu alaykum. Nechta bor? Nima, urg'ochi erkak? Urg'ochi erkak. Aralash. Nechiga 50 desa bo'ladimi? Hech puldan bermaysiz bir joyda. 2 dan. Zo'r bo'pti. 2 dan bir joyda berilmagan. Barakasini beraversin. Aka endi bo'ldi. Nech pul qildingiz? Assalomu alaykum. 18 dan. Uchovini erkakmi? Erkak. Barakasini bersin. Rahmat akalar, salomat bo'linglar. Aka nech pul? Bir joyda nech pulga so'rashdi? 8 million. 8 million. Urg'ochi erkak? Erkak. Barisi. 5 ta. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Aka nech pul qildi sog'liqlarni? Assalomu alaykum, uzra. Aka sizdanmi? Voy, chirlab ketmadingizmi akajonim? O, aytmang, mazza. Biz o'pshtirlab ketdik. Nech puldan qilishdi? Aka 38 dan so'rayapti. Bir joyda. Ha, bermadi. Nima tishi? Qarri. Ana boladan ajragan. Qancha pul ajragan ekan? Ha, bir oila bo'ldi. Bo'ldi, barakasini bersin aka. Ichkaridan ko'rsatamiz, tugatamiz. Nech pul qildi akajonim? Qaysini? Bitta aytaver, biz bari olirman emas. Buni 2 million qildi. 2 million bolasi bilan. Buni uchun 1,5. 1,5. Barakasi bersin. Rahmat. Aka nech pul qilishdi? Chek olamiz shuni. Aka nech pul qilishdi? 16 dan qildi yana bu. Yana bo'lani? Yana bo'lani 16 dan. Nech pulga bermayapsizlar aka? Assalomu alaykum. Nech pulga bermaydilar? Endi men ham olursiz buni. Mayli akajonim, mana aka. 1 million 250 ming so'm. Ikki bir joyda. Nima urg'ochi erkak? Ona bola? Ona bola. Bermayaptilarmi? Yo'q. 1 million 300 ming bo'lsa olyapti. 1 million 250 ming so'm. O, ana. Ha aka. Bor aka. O, bering, shuncha odam Bor tutdi. aka. Hech kim sotolmay. Bor aka. Urishma aka. 250 ming so'm. Aka 50 ming qoldi Qo'y o'rtada. tomosha yaxshilik pullarga ishlating pulni. Pulni rozi. Voy, 100 dollar aka, hozirga kursi 100 dollar bo'lyapti. 100 dollar ana. Dollar ham tushib ketdi aka. 100 dollar pul xolasa, dollar xolasa so'm ana bor aka. Bering. Bor aka. Beyalarni bor Voy, aka. aka bering. Ana Abnalga ham borib yurmaysiz aka, sira sanacha. Ana, sira shetda almashtirib beramiz. Mana bor aka. Voy, lekin akalar biz o'zimizga almashtirmaymiz, yana keyin joy-joyga tortmaylar. Aka charchamang. Salomat bo'linglar. Xudo, kim aka? Mana, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Akalar assalomu alaykum. Nima bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti? Qanchaga berilmayapti? 8 ming. 8 ming. Yakka o'zimi urg'ochi? Barakasini bersin. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum aka, o'rmang. Ish qilishni bermadingiz. 31 ga. Yashang aka. Urg'ochi erkak? Urg'ochi. Ikki bir joyda, ha? Barakasini bersin. 31 bo'lsa, shunda hisoblab olasizlar akalar. Hozirroq hisoblab. Mayli akajonim, mayli. Ya aka chaqirasizmi, yo'q deyman sizga. Ya tinchlikmi aka? Nimaga aka? O'zini uyda qo'yib qo'yam aka. Yo'q, eskilar bilan. Ha, shunday deydi aka. Nima bo'ldi aka, nech pul qilishdi? Ha, aytavering aka. Nech pul qildilar? 1 milliondan. 1 milliondan. Urg'ochi erkak? Urg'ochi. Xorijdansiz. Barakazini aka, charchamang. Mana aka sizni olaman-da. Men olaverman. Bo'ldi, bo'ldi, oldim o'zlarini oldim. Nima bo'lyapti aka bular? Bular 1 million 200 dan qildi. 1 million 200 mingdan qildi. Urg'ochi erkak? Urg'ochi, Xorijniki, Registon? Zeriston. Ana Uxum tarafga, qarab ketganda. Ikkita bola mashinamni sotib dukamdan. Hech sotolmaydi. Charchamang aka. YouTube'ga kirasiz, Jizzax mol qo'y bozorisiz, Chestos yangisini ko'raverasiz.
Hop, voy suspirekanlar ko'rdimmi? Mana bu tarafda ekan. Ana sizga ekan. Assalomu alaykum. Uzr akajon, uzr. Tinchmisiz, sog'lar yaxshimi? Nechta bor, nima bor? Hammasi ichki bor. Bildim, akajon, ichkiga qaradim. Nima urg'ochi, erki, ina bola, sut berayotgan, sut bermaydigan. Aka ish bilan qilishdi bular sut berayotganlarni. 4,5 puldan oling. Bolalar bitta-bittami? Bibada 5 million birdan qoldi. 5 million 100. Bu ham 5 million 200 dan qoldi. 1 million 200. 3 million 200. Ha, 2 million 200. Mana shaka shunday o'toli. 2 million 200 buni qaranglar. Ana shunday. Girini ichlar. 3 litr sut bor, 2 litr. 3 litrgacha suti bor. Bo'ldi, barakasini bersin akam. Rahmat. Bu to'g'ri akajon. Nech million oldingiz aka? Qancha? 5 million 200 mi? 2 million 200, 2 million 200 ming dedilar. Aka nech pulga olindi? Qo'y, 5 ming olti bo'ldi bari. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Xo'sh, akalar havo rosa isib ketdi. Hali mol bozoriga ham ulgurishimiz kerak. Kam kursiga rozi bo'lasizlar. Amaki oldingizmi? Yo'q, sotaman. Nech pulga? Nech pul qildi bermadingiz? 26 dan so'ra. Barakasini bersin. Qo'shqo'shlar 26 dan berilmagan. Xo'sh, akalar bo'ldi, menimcha tugatsa bo'ladimi? Rozimisizlar bizdan? Mana sizga bo'ldi. Kam kursiga rozi bo'lasizlar. Aka nech pulga olindi bu? 10 milliondan qaytdi. Qanchaga? 10 milliondan 10 milliondan qaytdi. Voy, buncha tishi nima buni? Kuzi. Ayting nomer. 91 592 87 88. Akalar, ana quda tarafga olib boraman desalaring, uli qoladimi? A, nima dedilaring? Bosinglar gazini. Qiziqqan bo'lsalaring, gazini bosinglar. Aka, navbasi ish bo'ldi. Aka. Aka. Aka, ish bo'ldi. Barakasini bersin. 20 million. Aka nech puldan bo'ldi katta aka? Katta aka, nech puldan bo'ldi? 94 dan, ana shu urg'ochilar 94 dan. Barakasini bersin. Tugatamiz akalar. Kam kustiga, xato va kamchiliklar uchun rozi bo'lasizlar. Havo o'zi yonyapti, isishni boshladi. Charchamaysiz, sizlardan bitta podeshga, bitta layklarni bosasizlar, bo'ldi xudo xolasa akalar, boshqa qilayotgan ishlaring yo'q. Xo'sh, akalar nima bo'ldi? Nech puldan bo'ldi bular? 3 milliondan. Barakasini bersin, 3 milliondan. o'ldirsangiz, Aka nech pul? Mendan olganman. 4,5. Barakasini bersin. 4,5 ga olingan joyi. Voy. Voy, ana yerda ishda qo'shqa chelayapti. Akalar, men hali ketkim kelmayapti, yo'q bu yerdan. Aka nech pul bo'ldi katta aka? 2 million. Barakasini bersin. Aka nech pul? 26. Barakasini bersin, 26. Aka nech puldan bo'ldi? 17. Oldingizmi? Olindimi? Bo'ldi. Barakasini bersin, barakasini bersin. Amaki zo'r bo'pti. Xursandman, charchamang. Xo'p, tugatamiz akalar. Kam kursiga rozi bo'lib, oxirigacha videoni ko'rdingizmi? Shu joygacha ko'rdingizmi? Katta rahmat, baraka topinglar.